Assalomu alaykum aka-ukalar. Mana xudo xolasa bugungi seximizdan chiroyli qilib sizlarga video obzor qilib beramiz. Darvozalarimiz o'rnamasdan ancha to'xtab qoldi. Xudo xolasa mana darvozamiz juda ham chiroyli chiqdi. Kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Orqa holatlarini ham bitta ko'rsatib qo'yamiz. Orqa qismlari germetiklash jarayonlari. Bu yoqda yana bitta darvozamiz tayyor bo'lish jarayoni. Bu darvozamiz Navoiyga chiqib ketadi. Samarqandga. Eniga 390, bo'yiga 420. Narigi darvozamiz hozir mana olinyapti turgan darvozamiz 1 kvadrat metri 1.300.000 so'mlik varianti, 2 qavatli. Hali bitgani yo'q. Yana ustiga lisi bor. 1 kvadrat metri 1.300.000 so'mdan. Mana darvozamizni ko'rib turibsizlar. Mana xudo xolasa bu yerga gruntovka sachib, yana bu yerlarga o'nli gruntovka holatlariga tayyor bo'lgan. Bu darvozamiz 2 arkali darvoza. Bu darvozamiz Namanganga tayyor bo'ldi. Narigi darvozamiz xudo xolasa bu darvozamiz Andijonga, Marhamat tumaniga. Mana darvozamiz kraska sachish jarayonida. Bu xudo xolasa bu darvozamiz Furqat tumaniga o'rnatiladi. Xudo xolasa mana Andijonning darvozasi, Marhamatning darvozasi. Bunday nalichkalari ham bor. Stoykalari, nalichkalari. Bu darvozamiz eshigi bor alohida. Bu darvozamiz kvadrat metri 2 lisdan bo'lgan, 1 kvadrat metri 900.000 so'mdan. Tepalariga lazerlar qo'yib berganmiz. Xudo xolasa gruntovkalar sachib qo'ydik. Xonalarimizni ko'ryapsizlar. Imkon qadar isitib, xonani chiroyli qilib sachyapmiz darvozalar. Bu darvozamiz Jizzaxga chiqib ketadi, xudo xolasa. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor, xudo xolasa. Aka-ukalar kimga qiziq bo'lsa, bitta like bosib, videolarimizni ulashib qo'yasizlar darvozasida yurgan aka-ukalarga. O'rtalari har doimgidek senter zavod o'rnatish jarayonlarini ham sizlarga qo'yib beramiz chiroyli qilib. Like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirib qo'yaverasizlar aka-ukalar.